Olimlar bir tajriba o'tkazishdi. Ular bir bankaning ichiga juda ko'p miqdorda burgalarni solishdi. Mana shu burgalarni bankani qopqog'ini yopgan holda ma'lum bir muddat ushlab turishdi. 3 kun mana shu burgalar bankani ichida saqlangandan keyin uni qopqog'ini ochilgan paytda birorta burga mana shu bankani o'lchamidan tepaga sakray olmaydigan bo'lib qoldi. Buni sababi nima? Eng qiziq tomoni, bu burgalardan paydo bo'lgan boshqa burgalar ham mana shu chegaradan o'ta olmaydigan bo'lib qoldi. Nima deb o'ylaysiz? Buni sababi nima? Keling sizga bu narsani yanada kengroq tushuntirish uchun yana bir eksperiment haqida gapirib o'taman. Olimlar bir akvariumning ichiga yirtqich baliqni solishdi. O'rtaga yana bir shisha oyna qo'ygan holda narigi tomoniga oddiy yeyiladigan, mana bu yirtqich baliq yeydigan baliqlarni joyladi. Yirtqich baliq nima qildi? Hujum qila boshladi. Hujum qilgan sari u oynaga urilar edi. Oynaga shu darajada o'zini urdiki, hatto uni tanasida jarohatlar va uni og'zida yoriqlar paydo bo'lishni boshladi. Qiziq tomoni, bir kundan keyin o'rtadagi shishani olib qo'yishdi. O'rtadagi shishani olib qo'yilgan vaqtda esa bu yirtqich baliq birorta baliqqa hujum qilmas edi. Chunki uni oldida, ko'zini oldida, xayolida faqatgina uni og'riqlari turar edi xolos. U o'ziga chegara qo'ygan, mana shu chegaradan chiqa olmagan holda bir necha kundan keyin ochlikdan o'ldi. Bu cho'rtan baliq effekti nomi bilan fanga kiritildi. Xuddi shunday baliq kabi biz o'zimizga qafas quramiz va mana shu qafasning ichidan chiqa olmay umrimiz o'tib ketaveradi. Niqoblar ostida yashaymiz. Doim kutamiz. Doim keraksiz narsalarga vaqtimizni sarflaymiz va jahl qilamiz. Mana shu tuzoqda umrimiz o'tib ketaveradi. Bu eksperimentlar shu narsani isbotlaydiki, bo'layotgan barcha jarayonlar faqatgina bizni xayolimizda xolos. Qachonki biz bu narsalarni avvalo o'z miyamizda, undan keyin his-tuyg'ularimiz bilan, ya'ni emotsional holatda yengib o'tmas ekanmiz, biz bu chegaradan chiqib keta olmaymiz. Qachonki bu narsani imkoni borligini bilmagunimizcha o'zgartira olmaymiz. Buni yana bir misolda sizga aytib berishim mumkin. Qachonki bir odam qiyinchilikda yashadi, doimiy bir qo'rquvda yashadi, lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin imkoniyati kengroq odamlarga yaqin bo'ldi, do'st bo'ldi, o'rtoq bo'ldi. Bilasizlarmi, o'sha odamning hayoti o'zgarib ketib qoladi. Nima sababdan? Shunday bo'lishi mumkinligini bildi, tushundi. Bir odam ilmsiz edi, ilmli odamlarga yaqin bo'lishni boshladi. O'zi bilmagan holda unga ham ilm yuqishni boshlaydi. Chunki u ko'rdi, eshitdi, his qildi, bu narsani imkoni borligini bildi va hayotiga tatbiq qilishni boshladi. Bu imkoniyat har birimizda bor. Har birimizning hayotimizda bu narsaga imkoniyat bor. Buni amalga oshirishni imkoni bor. Siz buni qila olasiz. Faqatgina avval ichimizda nima borligini bilib olishimiz zarur. Keling bu narsani men sizlarga daraxtlardagi yoki mevalardagi bir urug'lar misolida tushuntirib o'taman. Har bir o'simlikning o'ziga xos urug'i bor. Har birini o'zini ko'rinishi, o'lchami va rangi, hidi bor. Bular butunlay bir-biridan farqli. Bu urug'larni ichida nima bor? O'zingizga savol berib ko'ring. Istasangiz majoziy ma'noda bu savolga javob berishingiz mumkin. Kommentariyalarda fikringizni kutaman. Bu urug'larni ichida nima bor? Bu urug'larni ichida har birini o'sib rivojlanishi qanday bo'lishligi haqida formula bor. U qanday urug' bo'ladi, qanday o'sadi, qanday rivojlanadi, qanday barg chiqaradi, qanday meva beradi. Umumiy olganda har birini formulasi. Endi savol beraylik. Bu formula borligini tushunishimiz bizga, ya'ni bizga, buni eshitayotgan odamga qanday foyda beradi, qanday imkoniyat beradi? Qachonki biz har bir narsani, bir masalani, yechiladigan bir qiyinchilikni formulasini biladigan bo'lsak, biz u narsani osonlik bilan
Bunday muammolarni yengillik bilan hal etishni boshlaymiz. Endi bu formula insonning ichki olami haqida bo'lsa-chi? Insonni qanday ma'lumotlarni qabul qilishi, qanday aqlini ishlashi, ya'ni insonni aqli qanday ishlaydi? Biz buni shunchaki bir narsani eshitdim, ko'rdim deb o'ylaymiz, lekin bu butunlay boshqacha ishlaydi. Shunday ishlaydigan aqllar borki, sizni to'g'ridan-to'g'ri muvaffaqiyatga erishtiradi. Shunday ishlaydigan aqllar borki, borgan sari sizni ezg'ilab tashlaydi. Xo'p, u qanday ishlaydi? Inson qanday fikrlaydi? Inson qanday xulosalar chiqaradi? Tushunchalar qanday va qanday ishlaydi? Bizi tilimizda bu narsani hozirgi kunda ustanovka deb qo'yadi-ku, men ustanovkalarimni o'zgartirishim kerak yoki boshqacha qilib aytganda, bloklarim bor ekan. Mana shu tushunchalar, ana o'sha bloklar, ana o'sha ustanovkalar hisoblanadi. Xo'p, bular qanday ishlaydi? Ehtiyojlar, insonning ehtiyojlari bor. Tan olinish ehtiyoji, rohatlanish ehtiyoji, azoblanish ehtiyoji va yana bir nechtasi. Xo'p, bular qanday ishlaydi? Bu ehtiyojlar nimani hosil qiladi? Qanday emotsiyalarga ta'sir qiladi? Emotsiyalar insonni organizmidagi qanday gormonlarni aktivlashtiradi? U qanday fermentlarga ta'sir qiladi? Bu fermentlar qanday hujayrani o'zgartiradi? Bu hujayradagi o'zgarishlar insonni sifatiga qanday ta'sir qiladi? Va har bitta o'zgartirilgan sifat xatti-harakatlar va amallarda qanday ko'rinadi? Va bu xatti-harakatlar qanday fe'l-atvorni shakllantiradi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Biz insonni qanday tuzilganini, shakllanishini, qanday ishlashini deyarli bilmaymiz. Bilmaganimiz uchun o'zimizni bilmaymiz. O'zimizni bilmaganimiz uchun nimadan qiynalishimizni, nimadan xursand bo'lishimizni, asli bizga nima kerakligini bilmaymiz. Mana shu uchun o'zimizga keraksiz bo'lgan narsalar bilan ovora bo'lib yuraveramiz. Endi keling, men sizga insonni tuzilishi haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Mana bu insonni ichki dunyosini ishlashini, ko'rinishini bir chizilgan varianti. Men aynan shunday demoqchi emasman. Men bu narsani sizlarga tushunarli bo'lishi uchun shu ko'rinishga keltirdim. Agar siz bu ishlash tizimini tushunib oladigan bo'lsangiz, bilib oladigan bo'lsangiz, anglaydigan bo'lsangiz, hayotingizdagi har bitta holat, har bitta vaziyat nima uchun kelayotganini, qanday sizga ta'sir qilishini va sizni ichkariyingizda nima o'zgarish bo'lishini va tashqariga uni siz qanday namoyon qilishingizni tushunishni boshlaysiz. Eng qizig'i, bu narsani o'rganib olishning imkoniyati bor. Boya aytib o'tganimizdek, sakray olmayotgan burgalarni eslang. Ularni avlodlari ham endi o'sha bankani qopqog'i darajasidan yuqoriga sakray olmaydi. Boyaga baliqni eslang, u hech narsani yeyolmagan holatda o'lib ketdi. Bizni hayotimizdagi ko'pchilik vaziyatlar shunga o'xshamaydimi? O'xshaydi. Biror narsani amalga oshirishni xohlaymiz, lekin nimadir to'siq bor, bilmaymiz. Qila olmayapman-da. Biror narsadan qo'rqamiz, nima uchun qo'rqayotganimizni bilmaymiz. Ishimiz bor, hamma narsamiz bor, halovatimiz yo'q. Kasalligimiz bor, sababini tushunmaymiz. Atrofdagilardan kutishimiz shu darajada kuchliki, keraksiz konfliktlarning ichida yashaymiz. Xo'p. Bu narsalarni o'zgartirishga tayyormisiz? Tayyormisiz hayotingizni tartibga keltirishga? Tayyormisiz o'zingizni tanishga? Tayyormisiz o'zingizni imkoniyatlaringizni bilishga? Faqat tayyor insonlar uchun, o'zgarishga tayyor bo'lgan insonlar uchun biz xususiyat loyihasini taqdim etamiz. Bu shunchaki kurs emas. Bu o'zingizni tanish yo'li. Bu shunchaki kurs emas. Bu rivojlanishni qadamlarini belgilab beruvchi bir yo'l. Chunki siz o'zingizni holatingizni, imkoniyatingizni tanishni boshlaydigan bo'lsangiz, siz nafaqat o'zingizni, balki atrofdagi hammani xuddi kitobdek o'qishni boshlaysiz. Buni imkoni bor. Keling, men sizga loyihamiz haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Xususiyat loyihasi. Bizni asosiy shiorimiz sabab o'zgarmaguncha natijalar o'zgarmaydi. Va loyihamiz 10-apreldan boshlanadi. Bu loyihani biz 4 ta paketda taqdim etamiz. Start paketi, standart paketi, VIP va premium paketlari. Bu paketlar bir-biridan tubdan farq qiladi.
Nafaqat unga ko'rsatiladigan xizmat, balki darslari jihatidan ham bir-biridan juda ham katta farq qiladi. Keling, sizga mana shu darslarni tushuntirib o'tsam. Aytgancha, videoni to'xtatib qo'yishingiz mumkin, muammo emas. Ko'p narsani tushundingiz, gap o'zingizdaligini bildingiz. 90% dan ortiq odam yechimga kelganda xuddi boyagi baliq to'xtagandek to'xtab qolaveradi. Undan o'tib ketish hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Aslida siz hozir to'xtayotgan narsangiz bu o'sha ko'rinmas to'siq xolos. Xo'p, ko'rinmas to'siqdan o'tib ketib, hayotini tartibga solishni istaydiganlar bu yog'ini ko'rishini tavsiya qilaman. Demak, ketdik. Start paketi. Start paketi har qanday vaziyatda ham ilm olishni istaganlar uchun. Chunki narxi arzon, darslari birozgina soddalashtirilgan. Mana shu soddalashtirilgan darslarni olib bo'lsa ham hayotimni o'zgartiraman deganlar uchun. Narxlari arzon, soddalashtirilgan variantda. Darslar dushanba kuni va payshanba kuni beriladi. Shanba kuni amaliy topshiriq beriladi. Darslar haftada 2 marta bo'ladi va shanba kuni amaliy topshiriq beriladi. Nima uchun? Ana shu darslarni o'zingizda sinab ko'rish uchun. Qanday foydalanishni real hayotda ko'rishingiz uchun. Agar bunga amal qiladigan bo'lsangiz, albatta foydasini ko'rasiz. Start paketini hamma mustaqil o'zi o'qiydi. Start paketi uchun bizda yordamchi, sizni qo'llab-quvvatlaydigan, siz savollaringizga javob beradigan odam yo'q. Shu uchun ham narxi arzon, shu uchun ham darslari soddalashtirilgan. Yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, bu darslarning videosi doimiy sizda qoladi. Hech kim sizni chiqarib yormaydi, doimiy foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bunga qo'shimcha ravishda kitob tavsiyasi, film tavsiyasi, multfilm tavsiyasi va hujjatli film tavsiyasi bo'ladi. Umumiy olganda darslar soni 16 ta va 8 ta amaliy topshiriq beriladi. Loyiha yakunida sizga onlayn sertifikat beriladi. Ya'ni onlayn Telegramingizga yuboriladi. Loyiha yakunida sizga onlayn sertifikat beriladi va u Telegramingizga yuboriladi. Shuni rasmchatga qilib jo'natib yuborsanglar bo'lmasmidi? Bu eng oddiy, eng arzon paket bo'lgani uchun. Keling, endi start paketini darslari haqida ma'lumot bersam. Darslarni har bittasini bittalab gapirib o'tirmayman, chunki biz bu videoni 4K formatda tayyorlaganmiz. 16 ta darsni to'liq ko'rib olishingiz mumkin. Bemalol har bittasini o'qib chiqing. Videoni pauzaga qo'ying va o'qib chiqing. Ko'rganingizdek eng arzon degan paketimizda ham shuncha ma'lumotlar berilgan. Xo'p, endi standart paketi. Standart paketi ko'pchilik bilan birgalikda rivojlanishni istaganlar uchun. Dars o'tilish tartibi. Har dushanba va payshanba kuni darslar beriladi. Seshanba kuni va juma kuni darsga vazifa beriladi. Chorshanba kuni amaliy topshiriq beriladi va shanba kuni bizni kuratorimiz bilan birgalikda, ya'ni mana shu loyihada sizlar uchun standart paketi uchun biriktirilgan kurator bilan birgalikda ovozli chat bo'ladi va savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Darslar videosi doimiy sizda qoladi. Kino tavsiyasi, kitob tavsiyasi, multfilm, hujjatli film tavsiyasi, undan tashqari kitobni tahlilini audiosi, ya'ni biz boshqa paket VIP va premium paket ishtirokchilari bilan birgalikda bu kitoblarni tahlilini qilamiz, savol-javoblar qilamiz. Shuni audiosi standart paketining ishtirokchilariga ham beriladi. Kinofilm tahlilini audiosi, multfilm tahlilini audiosi va hujjatli film tahlilining audiosi beriladi. Umumiy holatda 24 ta dars, 12 ta amaliy topshiriq va 4 ta ovozli chat bo'ladi. Bu paket ishtirokchilari uchun savol-javob guruhi tashkil qilinadi va sizni savollaringizga kunni ma'lum bir soatida javob beriladi va berilgan vazifalar sizdan qabul qilib tekshiriladi. Loyiha yakunida onlayn sertifikat beriladi. Aytib o'tganimizdek, onlayn sertifikat sizga Telegramingizga yuboriladi. Endi standart paketini darslari haqida. Standart paketini darslari aytib o'tganimizda 24 ta va bu 24 ta darsni ko'rsatib o'tganmiz. Videoni pauzaga qo'yib, bemalol o'qib olishingiz mumkin. Agar kim bu ma'lumotlarni yanada to'liqroq olishni istayman, buni bir dokument ko'rinishida beringlar deydigan bo'lsangiz, videoni pastida matn ko'rinishidagi taqdimot deb yozib qo'yganmiz. Telegram kanalimizga o'tib, PDF variantida bemalol ko'rishingiz mumkin.
Ko'rib turganingizdek, standart paketida darslar boyitilingan, ma'lumot ko'proq va imkoniyatlar ham birozgina ko'proq. Endi VIP paketi. VIP paketi ilmni asl sirlarini bilishni va amalda ko'rishni istaganlar uchun. Dars o'tilish tartibi. Darslar dushanba kuni musobaqa bo'ladi, ya'ni o'zimizning ma'lum bir musobaqalarimiz bor. Musobaqada g'olib bo'lganlar har bitta darsda taqdirlanadi. Bu alohida bitta mavzu. Kichkina hadyalarimiz bor. Seshanba kuni amaliy topshiriq, chorshanba kuni tajribada qo'llash, payshanba kuni tavsiya etilgan kitob, juma kuni tavsiya etilgan kino va shanba kuni jonli tarzda ertalab soat 10:30 dan kechki soat 4:00 gacha, ya'ni 16:00 gacha darslar bo'ladi. Obedgacha, ya'ni tushlikkacha dars, tushlikdan keyin ko'proq amaliyot bilan shug'ullanamiz va har bitta VIP paketining ishtirokchisi jonli ishtirok etayotgan VIP paketining ishtirokchisi bilan o'zi istasa kichik bir konsultatsiya tashkil qilinadi. Har biri bilan alohida. Har biriga ma'lum bir vaqt ajratiladi. O'rtacha 20 daqiqa. 20 daqiqa davomida sizning кейsingiz ko'rib chiqilinadi va siz uchun alohida yechimlar beriladi. Darslarning videosi doim sizda qoladi. Aytib o'tganimizdek, kitob, kino, multfilm va hujjatli film tavsiyasi, ularni tahlilida birga ishtirok etish va uni audiosi ham qoladi. Yana bitta qo'shimcha narsa aytib o'tishim kerak. VIP paketi ishtirokchilariga standart paketiga ham to'liq dostуп beriladi va start paketiga ham to'liq dostуп beriladi. Men bu videoyimizni oxirida alohida gapirib o'taman, chunki bu birozgina o'zgartirish kiritdik bu safargi loyihamizda. Siz uchun albatta qiziq bo'ladi deb o'ylayman. O'tkazib o'rmasangiz. Onlayn darslar 24 ta, jonli darslar 16 ta, 16 ta amaliy dars, 16 ta psixologik mashq. Vazifalar beriladi va tekshiriladi. Savol-javob, mana o'zim bilan gruppada savol-javob bo'ladi. Kunni ma'lum bir vaqti belgilanadi va savol-javob bo'ladi. Har bir ishtirokchining кейsi ko'rib chiqiladi. Aytib o'tganimdek, har bir ishtirokchi o'zi xohlasa, u bilan kichik konsultatsiya o'tkaziladi. Har bir dars kunida coffee break belgilaganmiz. Sizni qorningizni to'ydirib qo'yamiz, obed qilib beramiz deyomayman-u. Kichik, shiringina sizni chalg'ishingiz uchun, ozgina tanani to'ydirib olish uchun coffee break qilib beriladi. Va bu alohida mavzu, alohida mazali qismi bu ko'pchilikning yodida qolgan bu coffee breaklar. Loyiha yakunida sertifikat va taqdirlash. Bu nima degani? Sizni alohida taqdirlash darsimizga taklif qilamiz va sertifikatlaringizni o'zimiz qo'limiz bilan sizga topshiramiz. Bu VIP paketi haqida ma'lumot. Aytib o'taman, VIP paketi jonli tarzda bo'ladi. Endi VIP paketini darslari haqida. Aytib o'tganimdek, darslar jonli bo'lib o'tadi. Haftada bir kun, shanba kuni bo'lib o'tadi. Qabul qilinadigan ishtirokchilar soni cheklangan va o'ng tomonda darsning umumiy jadvali berilgan. Endi darslar haqida. Birinchi kun, har bitta kunni darsini ma'lumoti bor. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pauzaga qo'yib, ma'lumotlarni o'qib olishingizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Birinchi kun loyiha haqida. Birinchi kun loyihadan to'liq foydalanish haqida. Ikkinchi kun 5 ta sezgi organi haqida, amaliy mashg'ulot va mashqlari ham ko'rsatilgan. Pauzaga qo'yib, kerak bo'lsa ko'rib olishingiz mumkin. Uchinchi kun, agar o'tib ketgan bo'lsa, videoni ozgina qaytaring. Boshliq bo'lgan aql va xizmatkor bo'lgan aql mavzusida sizlar bilan suhbatlashamiz. Manipulyatsiya va tafakkur haqida. 4-kun fikrlarni boshqaruvi haqida va uni beboshligi haqida. Xarizma haqida gaplashamiz. Nafas mashqlari to'g'risida gaplashamiz. 5-kun xulosalar, shubhalar va ulardan xalos bo'lish haqida bo'ladi. Amaliy mashg'ulotimiz sog'liq haqida, mashqimiz esa insonni organizmidagi ishlashini buzilishi haqida bo'ladi. 6-kun tushunchalar, o'zimiz yasab olgan qamoq. Boyagi baliq voqeasi bor-ku, yo burgalar voqeasi. Aynan 6-darsimizdan eng qiziqarli qismlari boshlanadi. Chunki tushunchalar, ularni ishlashi, qanday to'g'irlash haqida 6-darsdan boshlab eng asosiy ma'lumotlar berib boriladi. Kutishdan qutulish amaliy mashqimiz va mashg'ulotimiz tushunchalarni yangilash haqida bo'ladi. 7-darsimiz tan olinish ehtiyojini asl ko'rinishi haqida. U asli nima, u qanday ishlaydi, hayotimizga nima olib keladi, to'liq tushuntirilgan. Amaliy mashg'ulotimiz pul kambag'allikka tortuvchi dunyoqarash. Mashg'ulotimiz esa separatsiya.
deb nomlanadi. Separatsiya degani bu atrofdagi odamlardan qanday qilib uzilish mumkin? Buni imkoniyati bormi? Albatta bor, lekin kimdir foydalanadi, kimdir esa foydalanmaydi. 8-kun tan olinish ehtiyojidan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish. Amaliy mashqimiz bizni qancha pul bo'zadi? Ko'pchilik mana shu narsadan hatto pul yo'q bo'lgan holatda ham qo'rqadi. Bu darsda mana shuni chegaralarini o'zingiz uchun tushunishni boshlaysiz. Yo'l xaritasi, ya'ni qanday harakatlanish biz uchun to'g'ri. Yo'ldagi belgilarni qanday o'qiymiz? Bu mashg'ulotimiz aynan mana shu haqda. 9-kun rohatlanish ehtiyoji va azoblanish ehtiyoji. Amaliy mashqimiz o'zini inkor qilish sabablari. Mashqimiz fokus haqida bo'ladi. 10-darsimiz xavfsizlik ehtiyoji. Har bir qadamni belgilash kerakmi degan savolga javobni o'zimiz uchun olamiz. Amaliy mashg'ulotimiz keraksiz yuklar, ya'ni biz o'zimiz uchun keraksiz bo'lgan yuklarni yelkamizga yuklab olganmiz va mana shuni ko'tarib yuraveramiz. Xuddi orqasiga kitob yuklagan eshakka o'xshab, uni biz hech qanaqa foydasi yo'q, lekin yuk qilib ko'tarib yuraveramiz. Mashqimiz hozir va shu yerda bo'lish. 11-kun egalik qilish ehtiyojidan chiqib keta olmasligimiz sabablari. Amaliy mashqimiz tushkunlik, ya'ni depressiya, ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lgan depressiya mavzusi. Mashqimiz shukronalik. Bu men kiyimim borligiga shukr qilaman. Chunki kiyimim borligi uchun kiyimimni kiydim deydigan shukronalik emas. Bu asl shukronalik nima? Mana shu haqda bo'ladi. 12-kun iste'mol ehtiyoji va asl ildizi, uni ko'rinishlari haqida bo'ladi. Biz tanamizga nima kerakligini ko'pincha bilmaymiz. Bilamiz deb o'ylaymiz, lekin bilmaymiz. Mana shu darsda bu uchun alohida tayyorlangan materiallarni ko'rib, asli boshqa narsa uchun harakat qilar ekanman degan tushunchaga kelasiz. Agar darsimizda qatnasha olsangiz. Amaliy mashg'ulot. Ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn. Mana shu videoni yozishdan oldin o'zimda 7 kilo ozishni amalga oshirgan holda keyin sizlarga bu videoni yozganman. Amalda ko'rsatib bergan holda. Buni iloji bor. Mashqimiz mizoj. Bu bo'yicha alohida mutaxassis taklif qilishga urinamiz, lekin va'da bera olmaymiz. Agar kelishsa mutaxassisimiz albatta dars o'tib beradi, bo'lmasa o'zim shu haqda ma'lumot beraman. 13-kun o'sish, rivojlanish ehtiyoji va bor bo'lish ehtiyoji. Amaliy mashqi belgilarni o'qiy olish. Ya'ni bizda qarshimizda qanday belgilar bo'lyapti? Uni o'qisak qanday yo'nalishimizni o'zgartiramiz? Mana shu haqda bo'ladi. Ya'ni hayotda beriladigan, bizga beriladigan сообщениyalarni qanday o'qish haqida bo'ladi. Mashqimiz o'zimizga qaytish. 14-kun xolislik yoki har bir ishni eng foydali o'rinda bajarish haqida. Amaliy mashg'ulotimiz farzand tarbiyasi haqida. Mashqimiz esa eng kuchli qurol. 15-darsimiz emotsiyalar qanday bizni boshqaradi? Emotsiyalar bizni qanday boshqaradi? Ko'pchiligimiz o'ylaymiz, biz o'zimizni boshqaramiz. Yo'q, siz emotsiya boshqaradi. Jahlingiz chiqqanda boshqa odamsiz, xursandligingizda boshqa odamsiz. Erib ketganingizda boshqa odamsiz, nervinniy bo'lib turganingizda boshqa odamsiz. Bir narsani xohlab turganingizda boshqa odamsiz. Kerak emas deganingizda umuman boshqa odamsiz. Mana shu emotsiyalar sizni qanday boshqaradi? Mana shu haqida dars bo'ladi. Amaliy mashq, aktivlashtirish. Nimani aktivlashtirishni darsga borganlar bilib oladi. Mashqimiz uyg'onish. 16-kun garmoniya, balans, me'yor. Bu dars ta'rifga sig'maydi. Buni tushuntirib bera olmayman. Uni o'sha joyda yashab o'tganlargina tushunishi mumkin bo'ladi. Amaliy mashqimiz sobit qadamlik, mashqimiz esa xotirjamlik haqida bo'ladi. Barcha kurslarga oid darslar, amaliy darslar, psixologik mashqlar va ishtirokchilar bilan bo'lgan suhbatlar video shaklida yozib olinadi va kurslarni maxsus Telegram kanaliga joylab boriladi. Darslarimiz video formati doimiy sizda qoladi. Kanaldan sizni hech kim chiqarib yubormaydi, lekin o'zingiz chiqib ketadigan bo'lsangiz hech kim qo'shib qo'ymaydi. Mana shu joyga diqqatli bo'lib qo'yasiz. Yana bitta holat bor, o'zim necha marta guvohi bo'ldim. Aytib o'tishim kerak, darsni tugataman, bo'ldi, kerak emas deydigan bo'lsangiz, 3-darsgacha aytishingiz kerak bo'ladi. 3-darsgacha aytasiz, undan keyin sizni chiqarib olamiz. 3-darsgacha sizni profilingizni o'zgartirib berishimiz mumkin. 3-darsgacha aytishingiz mumkin. Men mana bu profilimdan kiruvdim, endi mana bu profilimdan kirishim kerak.
undan u yog'iga o'zgartirib berilmaydi va undan u yog'iga sizni pulingiz qaytarib berilmaydi. Oldindan ogohlantirib qo'yyapman. Sababi shundoq juda aqlli insonlar chiqdi. Kursni oxiriga borganda, endi men bu profilimni ishlatmay qo'ydim, mana bunga o'zgartirib bering deb butunlay begona odamni profilini qo'shishga uringanlar ham bo'ldi. Va biz bu narsani qabul qildik va osonlik bilan отказ qildik. Demak, bu VIP paketi haqida edi. Yana nima deyishimiz mumkin VIP paketi haqida? Har bir darsni eng yaxshi ishtirokchisiga diqqat qiling. Agar eng yaxshi ishtirokchisi bo'lsa, agar haqiqatdan o'sha darsdagi asl ma'noni, negizni tushunib yeta olsa, loyihamizdan esdalik sovg'alar berib boriladi. Eng ko'p, eng yaxshi ishtirokchi nominatsiyasini olgan ishtirokchi loyihaning eng faol ishtirokchisi deb topiladi va unga maxsus sovg'a beriladi. Biz har bir darsda eng foydali, eng yaxshi ishtirokchi bo'lib qatnashadigan kursimizda, VIP paketida o'qiydigan ishtirokchilarga maxsus Rovitalk loyihasini tangasi taqdim etiladi. Va bu tangani qiymati, narxi $100 sifatida belgilangan. Ya'ni siz bu tangadan oladigan bo'lsangiz, buni sotib olishning iloji yo'q, faqat yaxshi o'qibgina buni olishingiz mumkin. Mana shu tangadan nechta oladigan bo'lsangiz, bizni jamoamizga kelib berib $100lik, har biri uchun $100lik narsani olishingiz mumkin. Bu cheklanmagan. Ya'ni 4 ta, 5 ta yig'ib oladigan bo'lsangiz yoki 6 ta, 7 ta, siz loyihani pulini bemalol chiqarib olishingiz mumkin. Agar yaxshi o'qiydigan bo'lsangiz. Va loyiha yakunida loyihamizni eng zo'r ishtirokchilariga maxsus sovg'alarimiz beriladi. Bu VIP paketi haqida edi. VIP paketida ishtirok etuvchilar soni cheklangan, 60 ta odam qabul qilamiz. 60 ta odam offline-ga qabul qilamiz. Onlaynda ishtirok etuvchilar soni cheklanmagan. VIP paketimizda onlayn ham ishtirok etishingiz mumkin, offline ham ishtirok etishingiz mumkin. Sababi kimdir uzoqda, lekin ma'lumot olishni xohlaydi. Darslarda to'g'ridan-to'g'ri efir yoqib qo'yiladi va to'g'ridan-to'g'ri o'sha joyda ishtirok etib, savollarni ham berishi mumkin. Zapislar doimiy o'zida qoladi. Hatto mana bu tangalarni yutib olishga ham onlayn ishtirokchilarning imkoniyati bor. Faqat ular bilan bo'ladigan kichik konsultatsiyalar darsdan tashqari vaziyatda bo'lib o'tadi. Darslar avvaldan belgilangan zalda bo'lib o'tadi, sizga manzili e'lon qilinadi va avvaldan lokatsiya tashab beriladi. Soati ham belgilab qo'yilgan. Endi premium paketi. Bu paket umuman boshqa olam, boshqa dunyo. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Keling, qisqacha gapirib o'tsam. Premium paketi boshqalar yeta olmaydigan ilmni olishni istaganlar uchun. Men ko'p aytaman, start paketida 2 dona narsa berilsa, standartda 4 ta beriladi. VIPda 8 ta beriladi. Son jihatdan qaraydigan bo'lsangiz. Premiumda esa 20 ta beriladi. Farqini tushunib olishingiz mumkin. Chunki bu joydagi narsalar umuman qiymati va qadri jihatdan ham butunlay bir-biridan farq qiladi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Keling, bularni tushuntirib o'tsam. Bu loyihada start, standart, VIP paketiga to'g'ridan-to'g'ri dostуп beriladi. Ya'ni siz premium paketini sotib oladigan bo'lsangiz, VIPga ham, startga ham, standartga ham to'liq dostupingiz bor. Darslar seshanba kuni bo'ladi. 12 ta jonli dars, 3 kun birgalikda nonushta. Loyiha ishtirokchilari bilan ma'lum bir kunlar belgilanadi. 3 kun birgalikda nonushta qilamiz. Nonushta biz hisobimizdan, biz o'zimiz taklif qilamiz va biz o'zimiz mehmon qilamiz. Bitta teatrga borish va bitta ot minish mashqi. Bularni ham xarajatlari bizni bo'ynimizda. Ya'ni teatrga olib borib, birgalikda o'zimiz teatrga boramiz. Bekorga teatrni tanlamadim, ma'lum bir sabablari bor. Va ot minish va kamondan otish mashqiga ham o'zim birgalikda olib boraman, chunki o'zim ham qiziqaman. Vazifalar beriladi va tekshiriladi, savol-javobda o'zim bo'laman, har bir ishtirokchini keysi alohida ko'rib chiqiladi, loyiha yakunida sertifikat beriladi va har bir ishtirokchiga $100lik qiymatdagi tanga esdalik sifatida beriladi. Xohlasa ishlatishlari, xohlasa o'zlarida olib qolishlari mumkin. Darslar hammasi jonli bo'ladi va ishtirokchilar bilan vaqtini kelishilgan holda bo'ladi. Endi premium paketini, darslari haqida
Ko'rib turganingizdek, darslarda biroz o'zgartirish kiritilgan, lekin asli gap bu darslarda emas. Asli gap sizni bu paket ishtirokchilari bilan darajangiz umuman boshqa darajada bo'lishida. Bu paketga hamma ham kelavermaydi. Bu paketga haqiqiy bir nozik, daqiq savollari bor. Eng asosiy ilmni, eng asosiy qismlarni bilishni istaganlar keladi. Va bu o'rtadagi holat, suhbatlar, tanishish bu butunlay boshqa darajadagi narsa. Va rostakasam loyiq odamlar keladi va beriladigan ma'lumotlar ham ularni darajasiga qarab bo'ladi. Aytib o'tganimdek, startda 2 ta bo'lsa, standartda 4 ta, VIPda 8 ta, premiumda esa 20 ta. Chunki umuman boshqa paketlarda gapirilmagan mavzular bo'ladi. Mavzularni yana bir marta ko'rib oling. Aytib o'tganimdek, teatrga borish, ot minish mashqi 3 kun birgalikda nonushta. Barchasi Roytalk jamoasi tomonidan bo'ladi. Premium paketiga ishtirokchilar soni cheklangan. Bu paketga faqatgina 10 ta odam. Ko'pi ko'p. Bu imkoniyat hali ham sizda bor. Endi loyihani narxlari haqida. O'tgan safargi narxlar qanday bo'lgan bo'lsa, o'zgarishsiz qoldirdik va yana bir marta sizlarga tanishtirib o'taman. Start paketini agar loyiha boshlangunicha to'lasangiz 690 ming so'm. Agar bo'lib to'lashni xohlaydigan bo'lsangiz, 2 oy davomida to'laysiz, 450 ming birinchi to'lov, ikkinchi to'lov 440 ming. Agar loyiha boshlanganidan keyin to'lov qilaman deydigan bo'lsangiz, 890 ming to'laysiz. Ya'ni 10-aprelgacha sizda vaqt bor, qo'shilib qolishingiz mumkin. Standart paketi narxi 4.490 ming, lekin loyiha boshlanguncha to'laydigan bo'lsangiz 3.990 ming. Agar bo'lib to'layman deydigan bo'lsangiz 3 oyda to'laysiz, birinchi oy 2 million, keyingi oy 1.400 ming, keyingi oy 1.090 ming. Start va standart paketlari faqat onlayn bo'ladi. VIP paketi o'zini narxi 9.900 ming, loyiha boshlanguncha 8.900 ming narxida to'lashingiz mumkin. Agar jonli darslarga bo'lib to'layman desangiz, birinchi 4 million, keyin 3 million, 3-oyga borib 2.900 ming to'lashingiz mumkin. Va agar onlayn o'qiyman deydigan bo'lsangiz, VIP paketida narxi boshqa. 7.900 ming so'm onlayn o'qish narxi. Loyiha boshlanguncha. Loyiha boshlangandan keyingi narxi 8.900 ming so'm. Onlayn VIP paketini bo'lib to'lash 4 million, 3 million va 1.900 ming so'm. Premium paketi ko'rib turganingizdek narxlari butunlay boshqa. Chunki o'ziga yarasha. Premium paketining narxi 29.900 ming so'm. Loyiha boshlanguncha to'layman desangiz 24.900 ming so'm. Agar jonli kelishga bo'lib to'layman desangiz 10 million, 10 million va 9.900. Ya'ni 3 oy davomida bo'lib to'laysiz. Endi premium paketiga onlayn ishtirok etish imkoniyati ham bor. Premium paketida onlayn ishtirok etish 21.900 ming so'm. Bo'lib to'lash 10 million, 9 million va 5.900 ming so'm. Ko'rib turganingizdek, bu paketlar. Endi keling shularni kuniga bo'lib tashlaylik. Qanchadan tushadi? Start paketi 60 kun davom etadi. Agar bir kundan hisoblaydigan bo'lsak, 11.500 so'mdan bo'ladi. Standart paketi 90 kunga 43.333 so'm. VIP paketi 74.166 so'm. Bir kunga 74.166 so'm. Lekin siz oladigan narsangiz bir olam narsa. Premium paketi esa bu paketda boshqacha hisob-kitob qiladiganlar keladi. Shuning uchun narxini emas, ular uchun qiymatini va oladigan xotirjamligini gapirishim to'g'riroq bo'ladi. Loyiha tugaganidan keyin VIP paketi ishtirokchilarini 1 oy davomida qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni savollarga javob beriladi. Premium paketining ishtirokchilarini esa yana 3 oy davomida qo'llab-quvvatlash davom etadi. Ro'yxatdan o'tish uchun botimizga kiring va nomeringizni yozib qoldirsangiz, albatta bizning xodimlarimiz sizga aloqaga chiqadi. Yoki bo'lmasa ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingiz ham bemalol hozirdan qo'shilishingiz mumkin. Yoki ko'rsatilgan telegramlarga yozing va sizga albatta javob berishadi. Xususiyat loyihasi 10-apreldan boshlanadi. QR kod orqali o'tib botimizga qo'shilishingiz mumkin. Bu imkoniyat sizni bankadan yuqoriroqqa sakrash imkoniyatingiz bor va siz sakray oldingizmi, farzandlaringiz albatta sizdan yuqoriga sakray oladi.
boyagi shisha to'siqni olib tashlangandagi yo'q to'siqdan o'tib ketish imkoniyati sizda bor. Va sizda chegara qolmasligi ham mumkin. Bu albatta sizni o'zingizga va darslarda chiroyli qatnashib amal qilishingizga bog'liq. Demak, loyihada ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Aytgancha, bitta narsa qolib ketibdi. Asosiy aytaman degan narsam qolib ketibdi. Yangilik. Start paketida kim ishtirok etadigan bo'lsa, unga qo'shimcha boshqa dostуп berilmaydi, bitta start paketiga dostуп beriladi. Kim standart paketida ishtirok etadigan bo'lsa, standart paketiga qo'shimcha start paketiga alohida dostуп beriladi. Xohlasangiz bu start paketini boshqa odamga hadya qiling, u sizning ixtiyoringizda. VIP paketida ishtirok etadigan insonga standartga ham, startga ham dostуп beriladi. Xohlagan odamingizga hadya qiling. Bemalol. Ya'ni aynan sizni o'zingiz o'qishingiz shart emas. Faqat bitta odam kira oladi. Ya'ni VIP paketiga bitta odam kira oladi, standartga bitta odam, startga bitta odam kira oladi. Biz uchalamiz hammasida o'qiylik bo'lmaydi. Iloji yo'q. Endi premiumda o'qiyapsizmi? Premiumga ham dostуп beriladi. VIPga ham dostуп beriladi. Standartga ham, startga ham alohida dostуп beriladi. Ya'ni siz o'zingiz premiumga kelib, ayolingiz VIPga kelib, o'g'lingiz standartda o'qib, qizingiz startda o'qishi mumkin. Yoki siz rahbarsiz, premiumda o'qiysiz, ish boshqaruvchingiz VIPda o'qiydi, xodimingiz asosiysi bosh menejeringiz yoki qaysidir xodimingiz standartda, kimdir startda. Faqat bittadan ishtirokchi. Agar siz o'zingiz premiumda o'qib, men VIPda ham o'qiyman desangiz, o'qiyverasiz, yana ikkita dostуп qoladi. Xohlagan odamga hadya qilishingiz mumkin. Yana bir marta aytayapman. Bittadan har bitta paketingizga qarab sizga alohida silkalar beriladi. Siz uni bir marta hadya qilishingiz mumkin. Yo o'zingiz kirasiz, yo boshqa odam kiradi. Boshqa odam kirdimi, siz kira olmaysiz. Shu joyi ham bor. Mana shu narsa sizlar uchun bir yangilik bo'lsin dedik. Demak, hozircha yetkazmoqchi bo'lganimiz shu, kursda ishtirok etadiganlar bilan ko'rishguncha. Assalomu alaykum.